Payg'ambarimiz alayhissalom so'zda sehr bor deganlar. So'z shunchalar qudratliki, qilich qilmagan ishni qalam bajaradi. Tarixda bizda yashab o'tgan qancha buyuk ulug'larimiz bor. Ularni so'zni mahorat darajasiga, mo'jiza darajasiga olib chiqqan ulug'larimiz qancha. Va Omonmatjon domlamiz ham mana 77 yil hayot ko'rdilar. O'ylaymanki, bu insonni xalqimizning orasida tanimaydigan inson yo'q. O'zlarining qalamlari bilan yurtga, xalqqa xizmat qildilar. O'sha 94-yilda ijodiy kechada bir gapni aytgan ekanlar. Bizning qalbimizdagi isyon bizdan oldin yurgan. İchimizdagi alam, xalqimizni boshida turgan holatga bo'lgan alam bizdan oldin yurgan. Ana o'sha isyonni bular qalam orqali yetkazishga harakat qilishgan. Turli jamiyatlarda xalqni ezgulikka, yaxshilikka chorlagan insonlar albatta mana shu qalam ahli bo'lgan. Alloh taolo domlamizni rahmat aylasin. Azizlar, Payg'ambarimiz alayhissalom sizlarni eng yaxshingiz xayrukum anfa'ukum linnas, odamlarga eng ko'p nafingiz yetadiganingiz dedilar. Kim qaysi jihatdan odamlarga naf yetkazishga harakat qilsa, o'sha odam eng yaxshi odam. Ilm bo'lsa-yu, naf bo'lmasa, ilmda ne foyda? Moli davlat bo'lsa-yu, birovga yordam bo'lmasa, davlatda ne foyda? Inson har jihatdan, qaysi jihatdan bo'lsa-da, o'sha jihatdan yaxshilik qilish kerak. Masalan, farzandlarimizni o'qitamiz, ilmga beramiz. Mana ba'zi birlar pulli maktablarga beradi. Maqsad nima? Maqsad yaxshilik. Shu farzandimiz kelajakda ilmli inson bo'lib yaxshilik qilsin degan ma'noda. Mana domlamiz nimani olib ketdilar? Omonmatjon domlamiz nimani olib ketdilar? Hamma narsa qoldi, uy, joy, hamma narsa qoldi. Ana o'sha yurtga, elga, xalqqa qilingan yaxshilik qoldi. Bizlarga qoldirgan asarlari qoldi. Mana bu asarlar ham agar kimningdir yaxshilikka yurishiga sababchi bo'lsa, bu ham sadaqa-i joriya bo'ladi. Sadaqa-i joriya, qoldirilgan asarlar, yozma manbalar, ilm, hunar, shogirdlar, bu sadaqa-i joriya. Rasul akram alayhissalom inna minash shi'ri la hikma dedilar. She'rda hikmat bor deganlar. Mana shu hikmatga chorladilar. Odamlarni ma'rifatga, yaxshilikka chorladilar. Bu ham juda katta yaxshilik. Bir insonni yaxshilikka yo'llashdan ko'ra ulug' ish bormi bu dunyoda? Albatta, ezgu she'rlar bu ham insonning qalbini ota-onaga nisbatan, yurtga nisbatan, xalqqa nisbatan mehrli, muhabbatli bo'lishiga ba'zidan she'rlar sababchi bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning zamonlarida she'r, shoirlik juda ham yuqori cho'qqiga chiqqan. Katta bir qasidalarni yoddan aytishardi. Musobaqalar bo'lardi. Mana shu davrda Rasulullohga Qur'on nozil bo'ldi. Sarvari koinotning huzurlariga kelib bir she'rni o'qishdi. Shunda Rasululloh u she'rni tingladilar va aytdilarki, haza min kalamin nubuwa. Bu payg'ambarlarning so'zidan-ku dedilar. Ya'ni bu aytayotgan she'ringizdagi ma'no payg'ambarlarning aytgan so'zining ma'nosiga to'g'ri kelyapti dedilar. Demak, shoir ham demak payg'ambar boshlaydigan yo'lga boshlar ekanda. O'zini qalami payg'ambar nimaga boshlaydi? Ota-onangga yaxshilik qil deydi, savob deydi. Shoir ham shuni aytadi-ku. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qarang, bu payg'ambarlarning so'ziga o'xshash-ku dedilar. Shuning uchun azizlar, agar shoirning qalami ezgulikka yo'g'rilsa, ma'rifatga, vatanga, otaga, onaga muhabbatli bo'lishga bitilsa, inshaalloh bu sadaqa-i joriya bo'ladi.